Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun e'tiborimiz markazida 1.6 turbo dvigatelli gibrid full komplektatsiyadagi Hyundai Staria Launch Inspiration avtomobil. Avtomobilimiz 2026-yil 1-oyda ishlab chiqarilgan bo'lib, probegi atigi 39 km. Zavoddan salongacha haydab kelingan xolos. Avtomobil yep-yangi holatdagi ochka avtomobil hisoblanadi. Hurmatli obunachilar, e'tibor qilamiz, avtomobilning skorosti bu komplektatsiyada rulni tagida joylashgan xuddi Hyundai Palissade'larnikidek oldingi komplektatsiyalarda o'rtada bo'lardi. Shuningdek, rulda palasini ushlash funksiyasi, distansiyani ushlash funksiyasini, kruz kontrol hamda multimediani boshqarish tizimlari joylashgan. Shuningdek, 3 xil hardash rejimlari, Eco, Sport hamda Smart rejimlarni boshqarish tizimi ham rulda joylashgan. Mehmonxona hamda turistik firma egalari uchun ajoyib tanlov. Lyuk hamda panorama lyuk, 4 talik kapitanskiy o'rindiqlar. Jami 9 kishilik bu avtomobilimizning barcha o'rindiqlarida isitish hamda sovutish tizimlari mavjud. Shuningdek, alohida iqlimni boshqarish tizimi mavjud. Avtomobilning ikkinchi qator kapitanskiy o'rindiqlari 360 gradusga aylanadi. Kimga shunday avtomobillar kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Silk Road kompaniyasi doim sizlar bilan. Salomat bo'lasizlar.